Otabek aka 34 yillik orzu amalga oshdi va nihoyat nasib qildi. Hozir juda ko'pchilik ko'zda yosh bilan vatandoshlarimiz qarshi olyapti. Aytingchi, futbolchilar nimani his qilyapti? Qanaqa kayfiyat? Bismillah. Avvalambor hammaga katta rahmat. Hozir mana shu 34 yil deganingizga ko'zim yosh keldi. Chunki faqat jog'ochi beradigan qolmay ko'z yoshi qilganmiz. Alhamdulillah Alloh yetkazdi, mana quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. O'ylaymanki biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarda yutuq emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizni qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarining bayrami. Mana shunday ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, bizga uzoqdan bo'lsa ham, mana shu hajlarda uzoqda bo'lsa ham davlatimiz rahbari, o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilishdi. O'ylaymanki, Alloh o'shaning uchun bizlarni mana shunday ulug' bir kunda, ertaga Qurbon hayiti, bugun Arafa kuni, mana shunday ulug' bir kunda yanada xalqimizga bayram ulashdik. O'ylaymanki, biz buni mana siz aytganingizdek 34 yil kutdik. Alhamdulillah Alloh yetkazdi. Allohga behisob shukr. Otabek aka, men nafaqat o'zimning nomimdan, butun xalqimizning nomidan barcha futbolchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, vatanparvarlik uchun, mana shunday o'yin uchun, mundial yo'llanmasi uchun rahmat. Men aytardimki, yana bir bor o'sha ko'pni duosi ijobat. Bizga oldin har doim bir qadam yetmasdi. Mana shu ko'p kishi xohlab, ko'p kishi qo'llab-quvvatlab, mana shu butun xalq qo'llab-quvvatlagani uchun mana bizlar bitta o'yin oldi, o'z vazifamizni bajardik. Allohga behisob shukr. Yana bir bor butun o'zbek xalqini, butun bizga xizmat qilgan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat katta aka.